Tushunish san'ati. Muvaffaqiyatning haqiqiy sirini bayqash. Muvaffaqiyat qozonishdagi haqiqiy mahorat, aniqroq qilib aytganda, kishilar texmi baxtli hamda huzurli turmush kechirish uchun izlanayotgan haqiqiy narsa texmi ko'p bilimlarga erishish emas, balki tushunish iqtidoridir. Chunki bilim ko'paygan sari turmush texmi murakkablashib ketadi. Tushunish iqtidori murakkablikni oddiylashtiradi, tonishni cho'nqurlashtiradi. Turmush besimini yeniklatadi. Shundaqla turmushda texmi foydali bo'ladi. Dunyo hayotning har xil murakkabligini tushunadigan va uning ichidagi yo'linishni topalaydigan, bizni olg'a yetaklaydigan kishilarga intayin ehtiyojli. Tushunish passiv uqum emas, balki aktiv jarayon. Tushunish faqat ko'rish yoki anglash orqali qo'lga kelmaydi. U bog'lanish o'rnatish, imkoniyatlarni tasavvur qilish, qayta mashq qilish va diqqatni markazlashtirishni talab qiladi. Tushunishning asosiy prinsipi, agar siz bir mahorat yoki temani haqiqatan tushunsangiz, uni har xil ahvollarda qayta qo'llana olasiz yoki tushundira olasiz. Eng muhimi, mubada siz uni tushuna olsangiz, ondan boshqalarning tushunishiga yordam bera olasiz. Kishilar texmi ijodchan, aqlliq yoki texmi ijtimoiy ta'sir kuchiga ega bo'lish to'g'risida so'zlaganda, amaliyotda bu narsalarni texmi yaxshi tushunishni xohlaydiganligini bildirishidir. Mayli psixikalik yoki fizikalik jihatdan bo'lsin, u asosan tushunish iqtidorining ifodasi. Bu uqumlar aniqdek bilinsimi, amaliyotda qo'llanish uncha oson emas. Bo'libmi, bugungi raqamlik madaniyatda ko'pincha kishilar unumlarning qanday ishlaydiganligini tushunishdan ko'ra qiziqarliq, ko'zni qamashtiradigan yoki g'alati unumlarni yoritishga ahamiyat beradi. Nurg'un kishilar yaxshi hikoya yozishni xohlaydi, ammo yozadigan yaxshi mazmun yo'q. Esil bir kino ishlashni xohlaydi, ammo yaxshi voqelik topolmaydi. Yaxshi naqshlarni ijod qilishni xohlaydi, ammo yaxshi temalarga ega emas. Ular önümgüli berilib ketib, uning kaynidagi jarayonni nazardan soqit qiladi. Amaliyotda dal mushu tushunish jarayoni bizni texmi ijodchan, aqlliq va texmi untulg'isiz qiladi. Har qanday murakkab narsaning yadrosida intayin oddiy, asosliq bo'lgan narsa bo'ladi. Agar murakkab asar haqiqatan esil bo'lsa, uning asosidagi oddiy elementlar kuchli, cho'nqur va uzun muddatli bo'lishi kerak. Undaqda narsalarni qanday qilib texmi yaxshi tushuna olamiz? Har qanday narsani yaxshiroq tushunish uchun tövandagi 4 usulni qo'llanishga arziydi. Narsalarni parchalab, ondan qayta jamlash. Hamisha tushunishni orzu qilib kelayotgan bir narsani tanlang. Bu ya ispan tili yoki fizika qatorliq biror dars, yog'ochchilik yoki programma tuzish qatorliq biror mahorat, shaxmat yoki poker qatorliq biror o'yin, yoki naqsha ijod qilish, rasm chizish va yoki she'r yozish qatorliq biror san'at shakli bo'lishi mumkin. Qiziqishingiz uzluksiz o'rganishga turtki bo'lg'achqa, siz haqiqatan qiziqadigan narsani tanlash nihoyat muhim. Nishoningizni bekitgandan keyin uni eng asosiy tarkiblarga ayring. Bir parcha qog'ozga bu tema, mahorat yoki san'at shaklini tashkil qiladigan barliq o'xshamagan elementlarni tizib chiqing. Masalan, shaxmatni tushunmoqchi bo'lsangiz, uni o'xshamagan pishkalarga va ularning qila oladigan harakat qoidalarigacha ayring. Hamma narsani parchalab bo'lgandan keyin ularni qayta jamlashga tirishing. Elementlar o'ttirisidagi munosabatga va bir elementning o'zgarishining yana bir elementga yoki butunlikka qanday ta'sir ko'rsatadiganligiga diqqat qiling. Masalan, fizikada Einsteinning donliq massa-energiya tenglamasida massaning eshishi energiyaning eshishini bildiradi. Biri yana biriga ta'sir ko'rsatadi. Bir mahorat yoki fanni uning asosiy tarkiblariga bo'lib, ondan ularni qayta birlashtirganda ko'z oldingizga bir butun gavda paydo bo'ladi. Bu ko'rinishlar sizga umumiy bir butunlikni ko'rsatib qolmay, yana ularning qanday hosil bo'ladiganligini ko'rsatib beradi. Xulosidan keyinga qarab chekinish. Oxirgi xulosidan, ya'ni erishmoqchi bo'lgan nishoningizdan boshlang. Agar roman yozmoqchi bo'lsangiz, oxirgi xulosasi tamomlangan roman bo'ladi. Agar shaxmat o'ynashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, oxirgi maqsad raqibingizni mat qilishdir. Ana shundoq oddiy. Endi diqqatingizni bu oxirgi xulosining qanday bo'lishiga markazlashtiring. Tamomlangan roman qanday bo'lishi kerak?
Onunda personajlar ve hikayeler bablar arkalık sözlengen buludu. Şahmatdaki mat qandaq bo'lishi kerak? Bu bir tarafning pichkilari yana bir tarafning shah pichkisiga tahdid solganda hamda shu sababli shah pichka hech yerga qochib qutulolmaydigan bo'lishi kerak deganlikdir. Oxirgi xulosining qandaq bo'ladiganligini bilgandan keyin orqaga chekinishning qadam bosqichlarini faraz qila olasiz. Masalan, roman yozmoqchi bo'lsangiz, orqaga chekinishning qadam bosqichlari oxirgi tuzitish, ya'ni tahrirlash, dastlabki nusxa, dastlabki loyiha, ya'ni plan, umumiy loyiha degandek tartib bo'yicha bo'lishi mumkin. Xuddi shuningga o'xshash shaxmat o'ynashdimi, matdan boshlab shu yo'linish bo'yicha davomlashtirganda, ya'ni shaxmatning oxirlashi, mat bo'lish, o'yinning o'ttiri, ya'ni ikki tarafning pichkilari o'zaro qarshi tarafga hujum qilish va o'yinning boshlanishi, ya'ni oq rangli pichkalar oldin boshlaydi, andin qora rangli pichkalar agishidi. Xulosidan keyinga qarab ishlash deganlik bu jarayonga cho'qim amal qilishingiz kerak deganlik emas. Masalan, roman yozishdan burun cho'qim loyiha tuzishingizning hojati yo'q. Ba'zi kishilar yozishga boshlagandan keyin qanday tamomlashda voqelikning taraqqiyotida qaraydi. Yana ba'zilar bir tarafdan yozib, yana bir tarafdan tahrirlab mangdi. Ochqushliq nuqta oxirgi natijaga qandaq yetish jarayonini tushunish, natijani va uningga qandaq yetishni tasavvur qilish bir fan yoki mahoratni tushunishning ochquchi. Chunki u sizni bu fan yoki mahoratni takrorlanadigan jarayonning bir qismi deb qarashga majburlaydi. Qo'llanish va o'ylanish. Natijasi mo'ljallangan har bir takrorlanadigan jarayonning bu natijalarni hosil qiladigan qoidalari yoki ko'rsatmalari bor. Masalan, şahmatning raqibingizni mat qilish qoidalari bor. Yozishning yozmoqchi bo'lgan mazmunni aniq va ta'sirli ifodalash qoidalari bor. Fizikaning belgilik fizikalik holatlarning qimmatini faraz qilish yoki hisoblash uchun matematikadan foydalanishga yo'l qo'yadigan qoidalari bor. Bir fan yoki mahoratni tushunishingiz bu qoidalarni yoki prinsiplarni amaliyotga tatbiqlashni o'z ichiga oladi. Mana bu qo'llanish deb ataladi. Bu mana shundoq oddiy. Amaliyotdagi masala shuki, kishilar amaliyot bilan qo'llanishni hamisha aralashtirib yetadi. Faqat biror narsani nuqul oldi mashq qilish tushunishni yaxshilay olmaydi. Garchi ba'zi yordamlarni bera olasizmi, ammo amaliyotda qo'llanish tushunishni oshiradi. Chunki haqiqiy tushunish ma'lum bir ahvolda har xil imkoniyatlarning doirasini ko'rish bilan munosabatlik. Masalan, shaxmatni tushunishingiz faqat ma'lum muqim harakatlarni ijro qilish bilan cheklanib qolmaydi, balki o'zgarishchan ahvollarga asosan inkos qaytarish va strategiya tuzish, har bir o'yinda o'xshamaydigan harakatlarni qilish iqtidoringiz bilan munosabatlik. Har xil ehtimolliklarni his qilish iqtidori qo'llanishning mohiyati. Qo'llanishda kichik ishlardan boshlang. Masalan, mubodo biror hikoyani yaxshi yozishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, grammatika va qurilma qoidalarini o'rganishingizga to'g'ri keladi. Andin qisqa paragraflarni yozish orqali bu qoidalarni mashq qiling. Agar hisoblashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, farqlantirish yoki birlashtirishning asosiy qoidalarini tepib, ularni nihoyatda oddiy masalalarga tatbiqlang. Agar xohlasangiz, o'zingizning masalalaringizni yarata olasiz. Besim his qilg'ucha imkon qadar ko'p qo'llaning. Xuddi aniqsiz bir rayonda turgandek besim his qilsangiz, to'xtab o'ylaning. Nimani to'g'ri, nimani xato qilganligingiz to'g'risida o'ylang. Hamda o'ylaganlaringizni yozing. Andin yana amaliyotga tatbiqlashni davomlashtiring. Mushundaq qo'llanish va o'ynalish andisiga amal qilishni davomlashtiring. Har bir qo'llanish jarayoni o'ylanish bilan birlashtirilishi kerak. O'ylanish bosqichi mahorat saviyangizni cho'nqurlashtirib, hukmlarni tez va aqlga muvofiq tushunish qobiliyatingizni oshirishning ochqichi. Asli mohiyatiga qaytish. Oxirgi strategiya asli mohiyatiga qaytish. Tushunishga tirishayotgan har qanday fan yoki mahoratda tushunishingiz cho'nqurlashgan sari murakkablashib ketayotganligini his qilasiz hamda diqqatingizni ma'lum bir texnika yoki sohadagi bilimlarni taraqqiy qildirishga texmi markazlashtirasiz. Shundaq ahvol yuz berganda o'zingiz jazmlashtirib oladigan ilgirki asosliq nuqtalarga qaytib, ularni qayta ratlab chiqing. Erishmoqchi bo'lgan oxirgi nishonga qaytib, andin orqasi qarab chekingan holatda yozing. O'zingiz tushunmoqchi bo'lgan mahorat yoki fanning asosiy qoidalarini qayta ko'rib chiqing hamda kichikdan boshlab qayta mashq qiling. Bu to'limi oddiy bo'lib, boshlanish nuqtasiga qaytib, qayta boshlang. O'zingizga hamma ehtimolliklarni o'yinib turishni eskarting. Bu tafakkuringizni o'tkir qiladi hamda massishchanligingizni oshiradi. Xulosa.
Biz muvaffaqiyat, ko'p xil mahoratlarni o'rganish va egallash iqtidoringizga bog'liq bo'lgan yangi bir davrda turyapmiz. Hozirgi uchur davrida har qanday odam san'atkor, olim yoki yozuvchi bo'la olishi mumkin. Ammo uchur davri texmo murakkablikni ilib kelyotidi. Turmushni barg'ansir jiddiylashtiryotidi va diqqatni chechiyotidi. Hozir bizga har qachondanmi bakrak ehtiyojliq bo'layotgani o'ylash va tushunish iqtidorimizni oshira oladigan, barg'ansir murakkablashayotgan reallikni tushunishimizga yordam bera oladigan va ma'nilik hayotga yetaklay oladigan kishilardir. Siz shundaqlarning birimi?